haqiqiy qurtdan tayyorlanadigan qurtobi, payshanba somsa, kulcha toy, muzdekkina un oshi va bularni hammasi Choypoy nomli oilaviy restoranida. Bu restoran shunchalik chiroyliligidan taomlarining narxi qimmatroq bo'lsa kerak deb o'ylaydi ko'plar. Lekin aslida juda hamyonbop, juda ham pokiza va albatta taomlarni sevib iste'mol qilishda to'xtamayotgan klientlari juda ko'p. Undan tashqari VIP kabina, xushmuomala va samimiy personal. Vau, payshanba somsani qaranglar, juda sochniy va qarsildoq. Bunaqa somsani birinchi marta ko'rishim issig'ida vashshe zo'r ketar ekan. Go'shtlari ko'pgina va souslar bilan takoy sochni ketar ekan. Keyingisi esa salqingina suzmadan tayyorlangan un oshi. Bu taomni yeb ko'rganlar yaxshi biladi. Yeb ko'rmaganlar bo'lsa kelib yeb ko'rish kerak. Mana shunaqa nonlarni botirib yeyish ketadi-yu. Mana bu esa kulcha toy. Ko'rinishidan shilpildoyga o'xshab ketar ekan, lekin mazasi rostdan ham dahshat. Yeb ko'rganga arziydi. Wow. Va nihoyat butun O'zbekistonda trend bo'layotgan haqiqiy Samarqand qurtidan tayyorlangan qurtob. Porsiyasi mana shunaqa kattagina bo'lar ekan. Men shaxsan bitta o'zim bunaqa katta porsiyani yeolmayman. Ushbu restorandagi taomlarning narxi haqiqatdan arzonligiga bitta sabab 2 kishi maza qilib yeydigan mana shunaqa katta haqiqiy qurtdan tayyorlangan qurtobi Samarkandskiy 65 ming so'm atiga.